Assalamu alaykum hörmətli televizor köýçüler. Yaxşymysızlar? Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyası Uyghur Avazi söhbət proqramımızga hoş geldinglar. Mən Hidayat Musacan. Muşu vaqtыңlar xeyirlik bolsun. Hörmətli televizor köýçüler. Kanada'nın Yer Şarı İşleri Ministerliği ve onun qarmağıdaki Kanada Soda Xizmeti Komissariyatı bu yıl 12 yanvar məxsus soda hücceti elan qılıb, Kanada şirketlerini ve payçeklerini Xitayning Şarq Türkistanğa münasibətlik müəssisələr bilan bolğan soda alaqasında sezgir bolışqa çağırış bilan birgə Uyghur mecburi əmgəkini işiltiyotgan orunlar bilan soda alaqa qilishning inovatga daxli yetkizdiganligi, onun qonuniy bir badali borligini bildirgan edi. Kanada bolsa Amerika ve Angliyadan keyin özünün şirketlerini Uyghur mecburi əmgək meselesinde agahlandırgan 3-cü dövlətdən ibaret. Yani şundaqla Kanada Xitayning Uyg'urlarga yurgizayotgan siyasatlarini irqiy qirg'inchilik deb to'nigan tunji davlat bo'lib, Kanada parlamenti Avam palatasining kishilik huquq komiteti o'tgan yil 21 oktyabrda Xitayning Uyg'urlarga tutgan muomalasini rasmiy bir shaklda irqiy qirg'inchilik deb bekitib, hukumatga Xitoy amaldorlarini jazolash, Uyg'ur mecburi əmgək mahsulotlarini cheklash, Uyg'urlarga siyosiy panohlik berish qatorliqlarni o'z ichiga olgan bir yurish takliflarini sungan edi. Sizlarni Uyg'urlar masalasining Kanadadagi eng yangi taraqqiyot yuzilanishidan atrofliq ma'lumotga ega qilish uchun bugungi suhbatimizga Dunyo Uyg'ur Qurultayining eng asosli qurg'uvchi a'zolarining biri, Qurultay Muhojirlar komitetining raisi va Kanadadagi Uyg'ur kishilik huquq tashabbusi programmasining direktori Mehmet To'xta apandimni taklif qildik. Hörmətli Mehmet To'xta apandim, programmamızga hoş geldiniz. Hoş bulduk, köp rahmet. Hörmətli Mehmet To'xta apandim, yuqorida biraz deb o'tgan bo'ldim. Kanadaning Yer Şarı İşleri Ministerliği ve onun qarmağıdaki Kanada Soda Xizmeti Komissariyatı, yani ministerliği, bu yıl 12 yanvar e'lon qilgan Uyg'urlarning majburiy emgak masalasiga munosabatlik soda hujjatiga siz qanday baholanib berasiz? Oldi bilan mushu haqida bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Köp rahmet. Bu 12 yanvar e'lon qilingan Uyg'urlarning majburiy emgak va qulluq emgagidan ishlangan mahsulotlarning Kanada kelishini cheklash haqidagi hukumatning uqtirishi, Kanada Tashqi ishlar ministerligi va Kanada Xalqaro soda komissiyasi yoki ministerligi tarafidan birga e'lon qilindi. Buningga bizning bergan baharimiz Kanada matbuotlarida ve Kanada'da hazır bizning berayotgan baharimiz to'g'ri yo'nalishda besilgan birinchi qadam, lekin yetarlik emas. Yetarlik bo'lmasligining sababi bu mahsulotlar, ya'ni bizning Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarning qulluq emgigi bilan ishlangan bu mahsulotlarning Kanada kelishini cheklashda ba'zi konkretni tadbirlar kamchil. Yani bu mahsulotlarning qulluq emgak bilan ishlanmaganligini belgilaydigan aniqlamalar. Anadan Kanadada bu Uyg'urlarning qulluq emgigi bilan ishlangan mahsulotlarni Kanadaga ekilayotgan shirkatlarning tizimligi, bu shirkatlarga berilgan jazolar, anadan keyin bu cheklash qaysi sohalarni o'z ichiga oldi, yolg'iz paxta mahsulotlarimi yo boshqalarmi bormi degandek konkretni javob berishga tegishli bir qancha nimalar bor, savollar bor. Shunlashqa biz hukumat bu tadbirni e'lon qilgandan keyin tunigim buyon yana qaytadan Kanada matbuotlarida bo'lsin yoki hukumatning munosabatli o'rinlariga bo'lsin, shu kam qolgan nuqtalarni to'liqlash haqida yana safarbarlik boshlatgan bo'ldik. Inshaalloh bu to'g'ri besilgan birinchi qadamdan keyin uning kam yerlari to'liqlanib, yaqinda bu e'lon qilingan siyosat texmo onun so'nggi go'shi to'liqlanib, bizning vatanimizdagi xalqimiz uchun foydali, vatanimizdagi xalqimizni qul o'rnida ishlatayotgan Xitoy hukumati uchun ajallik zarba beradigan rasmiy tadbirlarni o'z ichiga olgan bir siyosat bo'ladi deb ishonaman. Rahmat, hörmətli Mehmet To'xta apandim. Endi Kanada parlamenti Avam palatasining kishilik huquq komiteti tarafidan o'tgan yil 21 oktyabrda Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb rasmiy bekitganligi Kanadaning har qaysi sohalariga va G'arb demokratik ellarga qanday ta'sirlarni olib keldi? Mushu haqida o'z qarashlaringizni aytib o'tgan bo'lsangiz. Ko'p rahmat. Darvaqa uzun muddatlik tirishchanlik bilan
Kanada parlamentinin en asaslı komitetlerinden boğan Kanada parlamenti Tashqi ishlar komitetining tarkibidagi kishilik huquq komiteti 25dan ortiq biz taklif qilgan guvohchilarning bizning Sharqiy Turkistondagi vaziyat haqida guvohliklarini angladi, jazo lageridan hayotda qolganlarning guvohligini angladi, bizlarning guvohliklarimizni angladi, mutaxassislarning guvohliklarini angladi ve bütün toplangan dalillar asosida 10 ayning 21 kuni tunji bo'lib, dunyoda tunji bo'lib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata ishlayotgan qabih qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb atadi. Ve bu irqiy qirg'inchilik deb atash bilan birga Kanada hukumatidan ve dünyadaki başka devletlerden bir qancha talab, ya'ni siyosiy harakat plani sifatida bir qancha talablarni o'tirib qo'ydi. Bu talablarning birisi Kanada hukumatining Uyg'urlarga Xitoyning sodir qilayotgan milliy qirg'inchilik jinoyatini dünya tarafidan qabul qilinish uchun Kanada hukumatining harakat qilishi ve bu meseleni Birleşken Devletler Teşkilatı bexatarlik kengashiga ilib kelish Kanada tarafidan. Onunga qo'shilib mecburi emgak bo'libmi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga silayotgan mecburi emgak, qulluq emgak ve şu qulluq emgak natijasida ishlangan mahsulotlarning setilishi, Kanada kelishini cheklash. Andan keyin bu mecburi emgakdan ishlangan mahsulotlarning tekshirib, onun nazorat qilinishi uchun maxsus organ qurish qatarlıq bu tədbirlər. Üçüncüsü Uyğur muhacirlar üçün məxsus bir liniya içib bu Uyğur muhacirlarının Kanadada o'rilish üçün hökumətinin tədbir elişi qatarlıq bir qancha 5 türlük çoğ siyasi təklif var. Yəni bu siyasi qarar Kanada parlamentinin şu kişilik hüquq komitetida bar bo'lgan 4 siyasi partiyinin milletvekillerinin ortak kararı bo'lib chiqqan. Bu ortak karar deganni men bir yig'iz jumla bilan izohlab o'tishimga to'g'ri keldi. Bu komitetdagi 4 siyosiy partiyaning xohlagan bir milletvekili qo'shilmasa, 99% milletvekili qo'shilsa-mu, bir milletvekili qo'shilmasa bu qaror chiqmadi. Shunlashqa bu birdek ovoz bilan chiqdi. Bu komitetda hükümetni tashkil qilgan hozirgi hokimiyat beshidagi liberal partiyaning milletvekillari va hatto komitetning raisimi liberal partiyaning milletvekili ve bu qarorni e'lon qilgan kishimi hozirgi hokimiyat beshidagi liberal partiyaning milletvekili. Shunlashqa hamda bizning Kanadada ilib borayotgan faoliyatimiz bo'lib bu milliy qirg'inchilik e'tirof qilinishidan keyin Parlament Kişilik Hüquq Komiteti o'tirib qo'ygan bu siyosiy qarorlarni hukumatning ijro qilishiga besim paydo qilishidi. Hamda buning natijasida Kanadaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchisi Bob Ray efendi o'tgan yil 12 oyda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining New Yorkdagi bosh shtabida, ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilgan qabih qilmishining milliy qirg'inchilik ekanligini o'tirib qo'ydi. Hamda parlament kishilik huquq komiteti talab qilgan narsani shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashiga kirgan bo'ldi, talash-tortishga ochgan bo'ldi. Afsuski, Kanadaning bu tashabbusiga hech bir davlat ovoz qo'shmadi. G'arb davlatlari ovoz qo'shmadi. Ya'ni qo'llamadi yoki bo'lmaydi bu Kanadaning endi to'madi. Amerika to'madi. Avrupa devletleri mütümedi, Kanada yalnız qolib qoldi. Shunlashqa Kanada parlamentning olgan qarorini ijro qilish uchun birinchi qadamni bosgan bo'ldi. Ammo bu shu peti qolib qolgandan keyin buni biroz boshqa davlatlar bilan yana ichki qismda kengashib, buni qaytadan ko'tarib chiqish haqida uni biroz keyiniga so'zdi. Endi bu ikkinchi qaror shu mecburi emgak va bundan ishlangan mahsulotlarning Kanadada cheklanishi edi. Buni Hamda hukumatning yaqinda e'lon qilgan qarori bilan parlamentning hukumatga sungan ijro qilishga tegishlik siyosiy tavsiyalarning ikkinchisini hukumat
yaqında e'lon qilgan shu majburiy emgakni va shuningdan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni cheklash haqidagi siyosiy qarori bilan bunimi kun tartibiga olgan bo'ldi. Hamda uchinchi qismi albatta Uyg'ur muhojirlar masalasi. Bu haqida hukumatning ichki qismida xizmatlar davom qilyotidi. Muhojirlar masalasi biroz konkretni tədbirlər tələb qıldıqan, onun üstüge Kanadadakı 5-4 ministerlikning aralışışı bilan neticelendiğan bir jarayan. Yani bir köçmeler ministerliginin kararı bilan bulmaydı. Mesela deylik ki mança 1000 aile yoki 1000 aileni misalga vereymen. Bir Uyg'urni eklemen degan qaror hukumatdan chiqqan bo'lsa, bu qaror chiqishdan burun bu 1000 ailening aeroplan bileti. Yani 1000 aile deganimiz 5000 adam deyli. Mesela taxminen bu hukumatning nimasi emas, men faqat misol uchun beryapman bu sonlarni. Bularni aeroplan biletiga qancha pul ketadi? 1500 dan bo'lsa, yani 1000 ailege otur hesap bilan 5000 adam bo'lsa 7,5 milyon dollar pul ketadi. Anadan keyin her bir adamның Kanadaga kelgandan keyin 2 yillik ta'minotini hukumat ko'tarish kerak. Ya'ni otur hesap bilan bir oilaning 3 yillik bir oilaning 1 yillik chiqimini 28 ming dollar degan bo'lsa hamda 2 yilda 56 milyon dollar bo'ldi. Bu 56 milyon dollarni nima qilish kerak? Taqlash kerak. Üçüncüden her bir kişinin Kanada kelgandan keyingi salomatligini hukumat ko'tardi. Hukumat ko'targan bilan uni pulni moliyadan ajratish kerak. O'tir hisob bilan Kanada davlati fuqarolarga ba'zi yili 6-7 ming, ba'zi yili 10 ming bo'lib, 10 ming dollar atrofida pul xarjlaydi. Endi 4-5 ming odam degan bo'lsak, buningga 40 milyon dollar bo'ladi bu yana. Hammani yig'ib kelsak, taxminan 200 milyon dollardek chiqim keldi buningga. Moliyadan bu 200 milyon dollarni ajratish kerak. Anadan keyin Ko'chmanlar ministerligi bularning murojaat formalarini to'shqizish, biz ta'minlab bergan tizimlik bo'yicha ularni qilishga Ko'chmanlar ministerligiga aralishish kerak. Anadan keyin shu o'lkalar o'rtasidagi hukumatlar bilan bir yurishlashtirgan xizmatlarni qiladigan bir ministerlik bor. Bular bu kelgan muhojirlarning qaysi o'lkalarga taqtilganligi bu haqida nima qilish kerak? Sahiyya ministerligi aralashish kerak. Bularning bexatarlik tekshirish uchun davlat xavfsizlik va ichki ishlar ministerligi aralashish kerak. Yani Tashqi ishlar ministerligi, yani bir qancha ministerlik, en az 5-6 ministerlik bunun aralashadi. Shunlashqa ichki qismda bo'layotgan bu muzokaradan biroqla qarorning bir tugmani besibli chiqmasligining sababi har bir ministerlik o'zlarining fikrlarini, konkret olgan tadbirlari mushularni nihoyiy holga keltirib va eng oxirgi shaklga keltirib turib, anadan keyin hukumatga nima qiladi. Shunlashqa hukumatning e'lon qilgan hozirgi shu majburiy emgak Uyg'urlarning majburiy emgagidan asl bo'lgan mahsulotlarni Kanadaga cheklash haqida qaror dal shu parlament qabul qilgan bir qancha siyosiy harakat planining ikkinchisi. Yani birisi Birleşken Devletler Teşkilatı'na bu meseleni ko'tarib chiqishdi. Kanadaning bosh elchisi buni qildi. İkincisi mecburi emgakka munosabatlik shu Xitoylarning Uyg'urlar qilayotgan shu qilmishlariga Kanadaning harakat qilinishi bu bo'layotdi. Yani üçüncüsü muhojirlar xizmati edi, yana panohlanuvchilar. Bu haqida ichki qismda nimalar bo'layotdi? Yani bu bir qancha ministerlik bilan chetishlik bo'lg'achqa bu biroz vaqt olyotdi. Shunlashqa shularning hammasi boshda siz degandek Kanada parlamentida e'lonlangan qarorning qadamma-qadam ijro bo'layotganligini ko'rsatdi bizga. Rahmat hurmatli Mehmet To'xta apandim. Endi yuqoridami siz deb o'tganingizdek keyingi mezgillardan buyon Kanadada Uyg'urlarga munosabatlik xuddi yuqoriga o'xshash muhim qarorlar orqa-orqadan elinyotdi. Xitoy hukumatining buning qarta inkas qandoq bo'lyotdi va Kanada hukumati Xitoy hukumati bilan bo'lgan diplomatiya munosabatlarini qay shaklda elib beryotdi? Endi Kanadaning bu Uyg'urlar haqidagi bu qarorni elishi Amerikaning yoki Yevropaning bu qarorni elishi qaraganda ters. Bir qancha nuqtadan ters. Chunki Kanadaning hozir ichki diplomati Xitoyning turmusida.
Yani Kanada bir kadem bassa, Xitay hazır o diplomatlarga ve Kanada'nın Xitay turmuş insanlarga ölüm cezası verdik, bu kıldık dep. Xitay şu davranışıplı turğuluk ve tehdit kılıqlık. Endi gerçi bu tehdittin Kanada korkmaydı, lekin Kanada'nın halk omması yani bir adamның hayatı tehdit astı qalğanda, ölüm girdabıga kelgende elbette hökümetke besim payda oldu. Xitay mı bunu biladi. Şoňlaşky Kanada hazırgıça biraz şu Xitay bilen bolgan münasebetde iki vatandaşynyň Hüseyin Celal we başgalarym bar elbette. İki diplomat ogaçka biraz aldyňky näse turwatydy. Bularni qutquzishni birinci o'rin qo'yib, imkon bor Xitoyning bek achchig'ini keltirmay, bir amalni qilib, mushularni qutqizib kelaylik degan yo'lni tutib kelgan. Lekin Xitoy hukumati borgan sari talvalashgani uchun Kanadadagi jamoat fikrimi Xitoyga nisbatan salbiy tarafga taraqqiy qilib, hozir 87% Kanadalik Xitoy hukumatiga ishonmaydiganligini bildirdi. Ya'ni yerimdan ko'p Kanadalik hozir Kanada hükümetinin Xitay bilen boğa ilip bağın ticaretini üstürüş emas, kemeytişini talep kılatıdı. Bu Avrupa Birliği'deki evvel bilen tamamen zıt bir yüzleniş Kanada'da oturup çıkılatıdı. Anadın ki Xitay devletinin uzundan buyan xubiyane samanның tegeden sujuga etip Kanada'nın ve Amerika'nın, Avrupa'nın nurgun devlet organlarına ilmi institutlarga, mesela Ali mektaplar, tadqiqat merkezleri, andan keyin şu federal, ülkelik ve şehirlik hükümetlerge, andan keyin şu matbuat orunlarga, ticaret orunlarga sığdırıp etken adamları yamancık. Garip dünyası bunu emdi bilawatydy, emdi bunun ilip keldigan tehditinden emdi haberdar bolawatydy. Ötkende Xitay hökümeti elan kılgan şu içki bir dokladda şu keyinki 10 yıldan buyan Xitay devletinin Kanada'nın özüge algan şu garip devletlerge 3 milyondan artık birlik sep teşkilatı dep Xitayda Tongjuan bu deydi. Şu birlik sep teşkilatı deymiz. Şularning edimini chet elge çıkarganlygyny. Bularning muhim vazifasinin şu bazıları tadqiqatçı qalpığı bilen, bazıları muhbir qalpığı bilen, bazıları profesör, bazıları texnik, bazıları injener, bazıları xilma-xil qalpaq bilen ticaretçi degende şu devletlerge yerleştirip şu devletlerinin Xitayga bolgan tutkan siyasatida hamda Xitayga paydalyk tarapga taraqqiy qilish uchun ishlaganligini bu aşkar oldu. Hem bu devletler hazır şunu bağlan sıra his kılatıdı. Şonlaşka Kanada'nın müşakkilde Xitay hakkında ağan her bir siyaseti tutkan siyasetige ve ağan her bir tedbirge Xitay fevkalade iğir inkas kaytırıvatıdı. Tünügün Xitayning Beijing'deki Tashqi ishlar sözcüsü Li Jianjiao'nun müşakkilde telvilaçı bayanatda boldu. Demek ki hazır hamda Kanada o noktadan halkıp ketdi. Birisi xalq ommasının Xitayga bo'lgan ko'z qarashi salbiyleşti. Bunu siyasi partiler bunu bilip turugluq. İkinciden Xitay bilen mındaq chiroylik, edeplik, mındaq kemtarlik bilen muamele qilish orqali Xitayning istaşlığını qo'zg'ab, Xitay tutib olgan ikki odamni qutqizish degan o balalarcha, sabilarcha ko'z qarash to'g'ri ko'z qarash emasligini hozir hammadan bilib yetdi. Şoňlaşqa Kanadamı Xitayning qandaq inkas qaytarışydan qat'i nazar to'g'ri bo'lganini qilaman deb, gerçi Uyg'urlarning Kanadada undaq siyasi saylamlarda yuqori bir ovozimiz yo'q. Näýti 1-2 ming Uyg'ur var Kanadada. Ularning bir belet taşlaşqa, salayt toşudğa Uyg'urlar ya 500 ya 600. Yani hiç qandaq siyasi ta'sirimiz yo'q hamda. Lekin bizning qilayotgan siyasi safarbarligimizning va siyasi faoliyatimizning ta'siri bu yerdagi xili milyon nupusi va millatlardan ortiq hamda. Siyasi kuchimiz ortiq, matbuotlar bilan munosabatimiz ortiq, siyasi organlar bilan munosabatimiz nima? Yaqin. Shu sababdan hamda Kanada hamda Xitoyning qandaq inkas qaytarishi emas, Kanadaning manfaati uchun nima to'g'ri, Kanadaning xalqarodagi
özünün javobgarligi, mas'uliyatchiligi uchun nima to'g'ri, Kanadaning tutgan shu adolat, inson haqlari, dunyoda qonun orqali davlat boshqarishni iborat asosliq prinsiplarga nima to'g'ri keldi, shu bo'yicha to'g'ri bo'lgan yo'lni tutib kelyapti. Rahmat, hurmatli Mehmet To'xta efendim. Kanadada Uyg'urlar masalasining kuchayishida Kanadadagi Uyg'ur tashkilotlari va siyosiy faoliyatchilarning roli qanday bo'lyapti? Siz bu jihatda Kanadadagi Uyg'ur jamoatidan nimalarni kutasiz? Shunday bilan programmamizni oxirlashtirgan bo'lsak. Bo'libmi shu ishxonamiz 8-oyda Ottawaga yetkazdi. Hozir Kanadaning poytaxtida muqim ishxonamiz bor. Biz ham 5-oydan boshlab to'liq kun o'tgan yil 5-oydan boshlab kecha kunduzlab shu ishni to'liq kun qilishga boshladik. Albatta bu Kanadada hozir paydo bo'lgan bu natijalar Kanadadagi butun Uyg'urlarning uzun muddatdan buyon olib borgan xizmatlarining yig'indisining natijasi hamda. Balkim biz qilingan xizmatlarni biroz gavdalantirib, hukumatning to'g'ri o'rinlarga to'g'ri uchurlarni yetkazib, hukumatda siyosiy ta'sir paydo qiladigan to'g'ri odamlar bilan to'g'ri vaqtda ular bilan aloqa qilib, ba'zi qarorlarning oldini ola chiqishi va ba'zi qarorlarning Uyg'urlarning manfaatiga texmo foydali bo'lib chiqishi uchun bizning balkim konkretni xizmatlarimiz bo'lgan bo'lishi tabiiy. Chunki bizning qilgan ishimiz shu. Lekin bu natija hamda Kanadaning uzundan buyon mayli sharqidan, g'arbidan har bir shahar, har yer yashagan qarindoshlar to'xtamay namoyish qilib, to'xtamay guvohlik berib, to'xtamay shu o'zlarining dard alamlarini cho'ng kichik o'zining xo'lim qo'shnilari, ko'chalar, universitetlar hamma yerda yetkazish orqali shu Kanadada bu Uyg'ur davosining Kanada miqyosida shu umumlashish uchun qarindoshlarimiz jiq badallarni to'ladi, jiq kuchlarni chiqadi. Shunlashqa bu Kanadada bo'lgan xizmatlar Kanadadagi haqiqatan shu fidokor qarindoshlarimizning qilgan uzun muddatli xizmatlarining natijasi. Hamda Kanadada qarindoshlarimiz jiq fidokor bo'lib keldi. Mayli boshqa davlatlarda qarindoshlarga yordam qilishda bo'lsin, Kanada oldida mengvatida Kanadadagi Uyg'urlar. Dunyoning bir yerida bir qarindoshlarni bir kun chiqdi desa, darhol jamoat bir yerga to'plashib, ular qanday yordam qila olamiz, tonimisin, bir ishlarni qilyapti. Shu yaqinqi bir qancha yildan buyon Kanadadan shu qiynalib qolgan yoki Turkiyadagi boshqa qarindoshlarga yoki qurultay tartiblagan pul to'plash faoliyatlariga to'plangan pulning miqdori xilijiq hamda. Kanadadan eng oz 500 ming bo'lmasin 1 million dollar shu 3-4 yilda chet elga mingdi hamda. Har xil sabablar bilan ayrim to'plaganlar va tashkilot nimasi to'plaganlar va buni deyishimning sababi Kanadadagi Uyg'urlarning o'zi qiynalib qolishimi, o'z xalqi uchun bedel to'lab, fidokorlik qilib, birmi Uyg'ur bo'lsa deb shular ega chiqib, yolg'iz vatan davosi ham emas, qiynalib qolgan qarindoshlarga yordam qilish jihatdan bo'lsin. Chiqib har jihatdan hamda jiq fidokorlik qilyapti. Bu munosabat bilan Kanadadagi butun qarindoshlarga bu yerda mush ekran orqali rahmat deyman hamda. Haqiqatan bu qarindoshlarimizning fidokorligidan Alloh rozi bo'lsin. Mush kelayotgan natija hamda shu qarindoshlarning qo'llashidan, shu qarindoshlarning fidokorligidan arilmaydi. Hurmatli Mehmet To'xta efendim, yuqorida bergan qimmatli ma'lumotlaringiz uchun sizga rahmat aytaman. Rahmat sizga. Arzimaydi. Aql xo'shalloq amadi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasini diqqatingizga sundiq. Keyingi qitimliq programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.